Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, salomatmisizlar? Tinchimay turibsizlarmi? Nima bo'ldi? Tushib ketdi. To'xtab turasizlar endi. Boshqatdan qo'yamiz. Sog'liklar, salomatliklar yaxshimi o'zingizlarda? Hamma salomatmi ish qilib? Xo'p, 3-4 xil mavzularda ozgina mulohazali fikrlarni o'rtoqlashmoqchiman. Birinchisi dunyoda bo'layotgan yangiliklardan islom olamida ajoyib bir bahs bo'ldi. Hindistonda bo'lib o'tgan bahs. Shayx Shamoil An-Nadwi degan kishi, yosh o'spirin yigit, ahli ilm, alloma Maturidi maktabi muallimlaridan, kalom ilmini mutaxassislaridan shu Axtar degan bir Javod Axtar degan hindistonlik ateist bilan bahs qildi. Juda katta rezonans berdi. Bahsda Qur'on, hadisdan emas, mantiqdan dalillar keltirib, ateistni naqadar nochor ahvolda, fikriy qarashlari naqadar bir-biriga absurd, zid ekanligini isbotlab berdi. Hatto Hindistondagi va bu bahsni eshitgan, tarjima qilinganda ta'sirlangan ko'p ateistlar musulmon bo'lishdi. Musulmon bo'lishligini, tez kunlarda islomni o'rganib musulmon bo'lishligini e'lon qilishyapti. Kichkina maqola ham yozib qo'ydim. Qiziqligi shu, bizni azaliy do'stlarimiz odatda shu mavzularda har doim bir muammo chiqarib turadigan birodarlarimizga bu yoqmadi. Ular kimlar? Salafiylar. Biz salafiylar deb aytyapmiz, o'zlarini ular ham salafiymiz deydi-yu, lekin ular soxta salafiylar, salafga ergashmaydi. Bahonalari nima? Nimaga deydi? Bu Qur'ondan dalil keltirmadi deydi. Ateist bilan bahs qilayotganda Qur'ondan dalil keltirilmaydi. Shayxul Islom Imom Bazlaviy ateistlarga mantiqdan dalil keltiriladi. Ularga Qur'on sunnatdan dalil keltirishlik behuda degan. Foydasi yo'q. Ular Qur'on sunnatni qabul qilmaydi-ku. Qanaqa ularga Qur'onda bundoq degan Alloh deysiz. Allohni tanimay turibdi-yu. Salafiylarda shunaqangi aqliy qusur bor, noqislik bor. Hop. Bizni mana bu Javzi Abu Usmon bilan bahsimiz davom etib bir nuqtada to'xtab qoldi. Javzi Abu Usmon bahs masalasida yuzma-yuz o'tirib bahslashdik, gaplashdik. U joyda o'ta madaniyat bilan bir-birimizni e'tiborga olib, u ham hurmat qilishga harakat qilib gaplashdi. Undan keyin Telegram kanalda o'tirib bahslashdik, suhbatlashdik. U suhbatda adekvatlik yo'qolib qoldi. Menga savol beryapti-da, ha yoki yo'q deb javob ber, deyapti. Ilmiy bahsda ha yoki yo'q degan javob talab qilish to'g'ri emas. Unda tafsilotlar kerak bo'ladi. Ha nima uchun ha, yo'q nima uchun yo'q degan narsa tahlil qilinishi kerak. Ha yoki yo'qni talab qilib, shunga ko'ra xulosa chiqarish, ana men mot qildim deyish, bu ixlos yo'qligini, maqsad ilmiy haqiqatni ro'yobga chiqarish emas. Maqsad qarshidagi tarafni go'yoki mot qilib qo'yishga urinish bo'ladi. Islom bahs madaniyatida, odobida bu noto'g'ri narsa. Payg'ambar alayhissalatu vassalom shu johillarni mot qilaman deb ilm o'qishlikni jahannamni sifatlaridan biri deganlar. Jannat hidini hidamaydi deganlar shunaqa odam. Xo'p, bahsimiz davom etyapti. Tarjimalarni balki qo'yib boraman yana. Xo'p, yana bitta mulohazali fikr do'stlar. Biz O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni
ko'rmasa, u ko'r odam ko'rmayotgan bo'ladi. Ko'rayotgan odamlarni, ko'zi ochiq odamlar hammasi e'tirof qilib turibdi. O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar alhamdulillah robbil alamin ancha ko'zimizni quvontiryapti va tabiiyki bu biz xalqimizning foydasiga, manfaatiga bo'lib turibdi. Lekin ma'lum bir guruh bor, ma'lum bir jamoa, men endi sizlarga rasmiy emas, bir ramziy ma'noda ularni petitsiyachilar deyman, petitsiyachilar. Bu guruh hech qachon O'zbekistonda islohot bo'lishligi tarafdori emas. Qachon O'zbekistonda muammo bo'lsa, o'shandan ozuqalanishadi. O'sha ularni yeguligi, ularni yuvindisi, o'shani yeb ozuqalanadi. Bu petitsiyachilarning vazifasi bor. Demakki, ularga kimdir vazifa buyuradi. Bu vazifani amalga oshirish uchun har qanaqa narsadan ko'z yumishadi. Har qanaqa narsadan. Farqi yo'q. Farqi yo'q ularga. Shu O'zbekiston hukumatiga qarshi bir argumentni ishlatish kerak bo'lsa, ishlataveradi shuni. Havo kir. O'zbekiston hukumati aybdor. Yomg'ir yog'mayapti. O'zbekiston hukumati aybdor. Istisqo namozi o'qiylik. Imomlar O'zbekiston hukumatiga yalinadi. O'zbekiston aybdor. Shunaqa bo'laveradi, farqi yo'q. Nimaga? Vazifador. Yaqinda bir ayolni mojarosi bo'pti. Men u ayolni mojarosi haqida ko'p kuzatmadim boshida, lekin juda rezonans berishga harakat qilishib, Kun.uz hattoki u haqida videolar chiqarib, oxir oqibat u meni majburlashdi, zo'rlashdi, yechintirishdi, urishdi, to'pishdi qilib hamma narsani gapirgan. Yana ma'lum bo'lyaptiki, bunaqa narsa bo'lmagan. U o'zida shunaqangi noto'g'ri podxodlar bo'lgan. Endi u chiqib ketib qolsa, endi uni yana aslida bunaqa edi, manaqa edi qilib turibdi. Shu yerda bir narsani aytayin. Ha, ayol kishini bunaqangi fahsh, zino, iflos ishlarni qilishligi axloqan yaxshi emas. Axloqan. Qonunchilikda men unga o'zim xohlayapman desa hech narsa qila olmaydi. Lekin uni videosini olib tashqariga tarqatishlikni men ham tarafdor emasman. Shohrux o'sha matbuot ishi bo'yicha zo'r gap gapiribdi. Biz erkak kishimiz, biz erkakmiz, biz unaqa nomardlik qilmaymiz, biz tarqatmadik debdi. Tarqatmagan, uni kimdir tarqatgan. Uni tarafdori emasman. Lekin mana shu joyda petitsiyachilarga vazifa tushyapti. E'tibor bersanglar, petitsiyachilar hammasi yig'ilib olib, o'sha iflos ishni, o'sha jirkanch ishni oqlab berishga harakat qilishyapti. Nimaga? Hukumatga qarshi ishlatish mumkinligi uchun. Ichki ishlardan qancha yigitlar ishdan ketibdi shuni orqasidan. Nima ularning aybi? Administrativ aybi bo'lgan. Administrativ. Qonuniy asosda o'sha borgan joyiga qanaqadir hujjatlarni to'g'ri qilmagan xolos. Lekin o'tda meni oldin yechintirib tashlab ketishgan, majburlashdi, unda. Bular hammasi tuhmat, do'stlar. Yana sud hal qiladi-da, tuhmat bo'lmasa, videoga olayotgan paytida o'zlaring yechintirib tashlab ketdilaring-ku. Nimaga yana qaytadan video olyapsanlar degan bir og'iz gap chiqardi. Bilaks, o'tda aybi bekitinglar, aybimni bekitinglar deb e'tirof qilib turibdi qilgan aybini. Endi shunaqa ekanda, mana shunaqa odamlar chiqib olib baqir-chaqir qilsa, chegara yo'q, bu yoqdagi odamlar xijolat qilsa, bular yutqizganga o'xshab ko'rinaverar ekanda. Asli unaqa emas, do'stlar. Ana shu Sirojiddin Media o'tgan safar ham bittasini shunaqa tarafini olib yurgan edi. Endi har kimni tanlovi har xil. Ba'zi odam shu dayuslikni yaxshi ko'radi. Dayuslik ham menimcha jinoyat emas. Bular xohlayotgan qonunchilikda. Bemalol bu dayus odamlar bo'ladi hayotda, jamiyatda. Nimaga dayus odamlar ham bo'ladi? Shariat nuqtai nazaridan musulmonchilikda dayus jannatga kirmaydi-yu. Nimaga Alloh taolo bandalar ichida dayuslarni insonlarga ko'rsatadi desa, shunaqa bo'lib qolmagin deb ko'rsatadi. Mana shu voqeada kim O'zbekiston hukumatiga ya'ni muammoni ko'tarib olib chiqib shu aybdor qilayotgan bo'lsa, o'sha yalang'och qo'lga tushgan
odamni tarafini olayotgan bo'lsa, dayuslikdan nasibasi bor. Bu meni shaxsiy fikrim. Shaxsiy qarashim. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Men bu o'qigan, men bilgan kitobda shunaqa. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Tanlovimi? Tanlovi. Bu bemalol dayus bo'lishi mumkin. Men dayus bo'lmayman. Men buni yoqlamayman. Lekin bir odam dayus bo'lsa, mana shu voqeada, mana shu hodisada yaxshilab ajratib olinglar. Dayuslar shunaqa bo'ladi. O'tgan safar ham bittasi sobiq deputat shunaqa ishlar bilan qo'lga tushgan, uni tarafini olib video qilgandi. Mana shu Sirojiddin medialar. Keyin biz bahs suhbatlashib o'tirib gaplashganmiz. O'shanda ham deb qochib ketgan edi, gapga javob bera olmasdan. Endi yana chiqib olib shuni qilyapti. Bu yerda 3-4 ta ehtimol bor. Bittasi prosmotr zo'r bo'ladi. YouTube'da prosmotr zo'r bo'lsa pul oladi bular. Bularda buyurtma ham bo'lishi mumkin. O'sha USAID tashkiloti yoki petitsiyachilar jamoasiga buyurtma bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda Xitoy bosib ketdi, Xitoy yaqinda egallab oladi, Uyg'urlarni kuni boshimizga keladi deb qichqirayotgan petitsiyachilar kechagi hodisadan keyin hech bittasi chiqib gapirmadi. Qoyil O'zbekiston hukumatiga, qonunchilikka qoyil demadi. 3 ta Xitoyni qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'rattirishdi. Ishdan haydatishdi, menimcha deportam qilishadi. Xitoy bo'ladimi, Gittoy bo'ladimi farqi yo'q. O'zbekiston qonunchiligiga amal qilsa yashaydi, qiladi. Amal qilmasa qonun ustuvor. Demak do'stlar, bu joyda o'sha eski hiylakor, makkor siyosatni ichimizda yurgan yuvindi xo'rlari bor. Petitsiyachilar deyman ularni. O'sha petitsiyachilar, shu musannif Adhamga o'xshagan yuvindi xo'rlar hech qachon O'zbekistondagi ijobiy vaziyatlarni e'tirof qilmaydi. Hech qachon mumkin emas. Bular qachon shu O'zbekistonda muammo bo'lsa ko'pirtirib ko'rsatishga, yana ham bo'lsa shuni orqasidan O'zbekistonni ayblashlikka vazifalangan. Vazifador. Qo'pol qilayotganda ota-onasi urushib qolsa, uyda ichkarida biroz bir-biriga qattiqroq gap gapirsa, qo'shniga chiqib aytib beradigan odamlar bular. Oilani ichidagi sirni qo'shniga chiqib gapirib berib turadigan odamlar. Shu musannif Adhamlar, Sirojiddin medialar. Shaxsiy fikrim bu. Fikrga qarshi fikr bilan ya'ni munosabat bildirish O'zbekiston qonunchiligida ta'minlangan, himoyalangan. Shuning uchun bildiryapman men ham. Sizlar ham bildiryapsizlar, ha? Sizlar fikr bildirganinglarda mumkin bo'ldi, biz bildirsak jirilladinglar. Biz fikr bildirsak petitsiya qildinglar. Imomlarimizni shaman deb haqorat qilyapti. Yana xohlagan narsasini qilyapti bular. Lekin xalqimizga, yoshlarimizga, birodarlarimizga biz bilan o'sha kunlarda mana shu mavzular to'g'risida bahslashib, tortishib, aslida Hamid Sodiq zo'r, undoq deyotganlar, endi ko'zinglar ochilayotgandir, ha? Endi tushunayotgandirsizlar aslida mavzu qaysi tomonga qarab ketayotganligini. Bular qanaqangi jamoat ekanligini endi tushunayotgandirsizlar. Voy, sizni koringizga shu ichki ishlar bakor keladi. Uyingizga o'g'ri bostirib kelsa, o'sha ichki ishlar yugurib keladi. Hech qachon Qo'shirbayev bormaydi uyingizga. O'g'ridan himoya qilmaydi sizni. Qaroqchidan himoya qilmaydi Hamid Sodiq. O'tiraveradi u. Mening fikrimcha John Locke undoq degan, Montesquieu bundoq degan deb o'tiraveradi. Farqi yo'q. Lekin sizni joningizni himoya qiladi, molingizni himoya qiladi, yurtingizni, mahallangizni himoya qiladi o'sha uchastkovoy, o'sha ichki ishlar, o'sha xavfsizlik, o'sha prokuratura. Mana shu jamiyatda shular jonini fido qilib xizmat qilyapti. Shular bularni yomonotlik qilishga urinayotganlar petitsiyachilar, qo'shtirma ichida. Orqasida boshqa tashkilotlar bor. O'zbekistonda o'sha yangi to'lqinlarni, yangi jarayonlarni rejalashtirganlarni bu fikriy ichimizdagi xoinlari
harakat qilishadi, o'zbek tilida gapirishadi, o'zbeklarni qo'zg'ashadi, sizni dardingizni, sizni g'amingizni gapirayotganga o'xshashadi. Aslida prosmotr, aslida ularga berilayotgan 3-4 tanga yuvindini evaziga qilayotgan bo'ladi. Bizni musulmonchilikda, ahli sunnani e'tiqodida biz mana shu O'zbekistonda yashayapmizmi? Shu O'zbekistondagi davlatchilikni himoya qilishimiz kerak. Bu ketsa hamma narsa ketadi. Davlatchilik ketsa hamma narsani qo'ldan boy berasiz. Ukraina ishi boshingizga tushadi, Suriya, Iroq, Liviya boshingizga tushadi. Buni xohlayotganlar bor. U katta ishlarni rejalashtirayotganlar bor. Shundan boshlanadi. Ukrainada, Belarusiyada, Gruziyada boshlagan ishlarini sekin-sekin O'rta Osiyoda ham boshlashyapti. Hozir muxolifat deb yig'layapmiz deb bir 3-4 ta dordan qochganlar yig'layapti. Dordan qochganlarning ichida Asliddin Kamol g'irt quloq odam bo'lgan, quloq. Bu anu yonda yurgan bolalari sotib yurgan, ularni qamatgandan keyin tashqariga chiqib endi ish qilyapti. Kimnidir u ham qulog'i. Bularning ichida komil inson bo'l degani bor. Bizni ustimizdan gamofob deb ariza yozgan. Biz geylarga qarshiligimizni ustidan shikoyat qilib, ustimizdan ariza yozgan. Muxolifat ekan shu. Bunga qo'shilib olgani Do'stnazar degani bor. U ham shunaqa. Bizni geylarga qarshi abror, buni chora ko'rish kerak deb ustimizdan ariza yozgan. Bir oyog'i go'rda shu odamlarni. Do'stnazarlarni. Nurullo Muhammad Raufxon boshida qo'shiluvdi, men ham keskin gapirdim, yetib bordi shekilli, voz kechdi ulardan, chiqib ketdi. Endi bari nima bo'lsa ham ziyoli odam-da, Nurullo Muhammad Raufxon ziyoli odam. Tushunib yetdi, qaysi to'da, qaysi balchiqqa kirib qolganligini. Nurulloh Muhammad Raufxon domla, xato qilasiz, mana shunaqa. Sal ko'zingizni oching, sizga to'g'ri gapirgan odamni haqorat qilmang unaqa. Balchiq dedingiz, botqoqning ichiga kirib ketayotdingiz, men gapirdim sizni. Botqoq u. O'sha bilan birga bo'lsangiz gapi yo'q. Yuravering, lekin botqoq edi u. Yaxshi chiqib turman sanlar bilan birga emasman debdi. Yaxshilikka bo'ldi u ham. Endi Jahongir Muhammad, ma'lum odam, SSR paytida kommunist bo'lgan, ateist bo'lgan, g'irt ateist odam bo'lgan. Hozir endi sunnat inkorchisi. Sunnat inkorchisi, ya'ni diniy diyonatgacha unaqa e'tibor bergan odam emas, lekin menga deydi faqat Qur'on deb qo'yadi. Shular birlashib nima qiladi? O'zbekistonga nima beradi deb o'ylaysiz shular, ha? Jahongir Muhammad O'zbekistonga nima berishi mumkin? Ustoz deb qo'yadi Asliddin Kamol. Abduqodir Mo'minovni qamatganlarning boshida Jahongir Muhammad turadi. Abduqodir Mo'minovni nasihat qilmasdan turib, uni davay san zo'r yo'ldasan, davay chiq so'k, davay chiq undoq qil, mundoq qil deb orqasidan gaz berib turgan odam shu. O'zbek xalqini qamalishidan, o'zbek xalqini ichida to'polon bo'lishligidan manfaatdor odamlar. Dunyoni poytaxti New York deb qo'yadi. Amerikaga sotilib bo'lgan odamlar. Oshkor aytadi Amerikaga sotilganligini. Boshqalar ham shu, bir ikkitasi bizni guruhlarga kirib suhbat qilyapti. Bizni ham o'sha erkin e'tiqod degan guruhlarimizda o'sha muxolifatga birlashaman degan partiyachilar kirib suhbat qiladi. Ko'ra saviyasini. Oddiy musulmonlarimizni oldida saviya 0. Ularning saviyasi. Shular birlashib, shular jamoa bo'lib nimaga erishar ekan? Bular ana shu O'zbekistonda bo'layotgan ishlarda dayus pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ana shu yalang'och qo'lga tushgan xotinni tarafini olishadi. Nimaga? O'zbekistonga qarshi ishlatish uchun. Shuning uchun e'tiqodini, hamiyatini, milliy qadriyatini, o'zbekligini, vatanparvarlik tuyg'usini yo'qotmagan vatandoshlarimizga bir ma'noda murojaatim. Ko'zimizni ochaylik do'stlar. Bulardan yaxshilik kelmasligi aniq. Bular o'z yaqinlarini sotgan odamlar. Bular qadriyatiga tupurgan odamlar. Bular iymonidan voz kechgan odamlar. Bular hech qachon sizni o'ylamaydi. Siz haqingizda, sizni dardingiz haqida gapirayotganda boshqa narsani ko'zlab turgan bo'ladi. Boshqa narsani mo'ljal qilib turgan bo'ladi. Hargiz bularga
aldanib qolmang. Dardimizni gapiryapti-yu deb aldanmang. Dardingizdan maqsad dardingizni yana ko'paytirish bo'lar. Yana ham ko'proq hamdard, ko'proq dardkash bo'lishingizni xohlashadi ular. Ularning o'yinlariga aldanmang. Yana o'zingiz bilasiz. Men bilganimni aytib qo'ydim. Xo'p, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Bitta she'r bor edi, o'qib beraymi? Eng oxirgi tarjimalardan bittasi. Xo'p. Abdurahim Karakoshdan yoqdi menga juda she'r. Shuni tarjima qilib qo'ydim. Yedi bitirdi. Tug'ildimu ko'zim tushdi qabrga. Yillar bir-birini yedi bitirdi. Umr yetmay qoldi men besabrga. Yo'llar bir-birini yedi bitirdi. Qalblarda g'ubor bor, yuzlar tip-tiniq. Kun botar bulg'anmish, cho'kmish qoraliq. So'zlarning tafti yo'q, sozlar ilmiliq. Tellar bir-birini yedi bitirdi. Said saodatsiz, Murod maqsadsiz. Bulg'adi atrofni 4-5 sifatsiz. G'unchalarda bo'y yo'q, mevalar totsiz. Tollar bir-birini yedi bitirdi. Keldik bir zamonga, boqdik, zamon yo'q. O'lik dovul chalar, tirikda jon yo'q. Sabr kosa toshgan, ot bor maydon yo'q. Zo'rlar bir-birini yedi bitirdi. Uqyondan o'tganlar soydan o'tolmas. Har yeriga tiqilar, haddini bilmas. Daryo umr kabi oqarkan tolmas. Cho'llar bir-birini yedi bitirdi. 40 ummonni yoqar gulduros ohim. Umid hadafimdir, sabr silohim. Azroil ham bekor qoldi Allohim. Qullar bir-birini yedi bitirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.